Assalamu alaykum, hörmetlik anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinov'ның Momamның şifalıq doğruları degan kitabını oquşni davamlaştırımız. Bugünkü tema magnet. Magnet. Buningdan 10 yılga yaqin ilgari Şinjanğa tuqqan yo'qlash maqsadida bargan buradarlar qon besimi yuqori qarindoshlarga Yaponning magnetlik soatini sovg'at qilib, beshini ko'kka yetkizgan edi. Hatto bozorda uning bahosimi ko'tarilib ketib edi. Keyin o'zimizda uning boshqa turlarini kashf qilingan. Hatto quloqqa qisadigan magnetlik klipslarmi chiqqan edi. Mushu qurlarning yozg'uchisimi magnetlik soat klipsdimi foydalanib ko'rgan. Baxtga qarshi ular uzoqqa so'zilib ketgan qon besimi bilan kuch elisha olmadi. Uni normallashtirish uchun boshqa usullar qo'llanildi. Keyingi kunlarda yuragim ba'zida sanjib og'riydigan bo'lib oldi. Oxiri o'ylab magnet yodimga keldi. Bir parcha magnetni elib, ko'nglimning to'shanchig'iga selib yurishni odatga aylantirib oldim. Dastlabki kunlar unimi yuqori bo'ldi deb aytolmayman. Turaqliq yusunda esib yursa, yurak faoliyati bir izg'i tushidi ekan. Yaxshi yeri yurakning sanjishi, gupildishi yo'qoldi. Buning odam organizmiga biror aks ta'sirimi ko'rilmadi. O'ylanib qoldim. Hayotda suydik bezlariga, börekka sovuq tegib, dard tortayotganlar oz emas. Jinsiy og'riqlarga uchragan ayollarmi ko'p. Meningcha bo'lganda shundoq bemorlar kichikkina xalta tikib, ichiga magnet partisidan silib, ish kiyimining bir yeriga qayar og'risa, shu yerga to'g'ri keltirib, tanga yiqib tikib olsa, jinini qiynayotgan og'riqdan qutulishi ehtimol. Xaltaning badanga yaqin bo'lishi magnetning badanga surkilishiga oson bo'lishi uchundir. Bir aytib ketadigan narsa, bu usulni homildor ayollar, qini quyuq kishilar foydalanishga bo'lmaydi. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishaylik. Salomat bo'ling.